bersang, shu bergan farzandingni ismini Muhammad deb sani do'stingni ismini qo'yaman deb qasd qilsa albatta farzand bo'ladi. 3 juma qilsin debdi shuni. 3 juma. Shuni bittasiga aytuvdik, 16,5 yilda 3 ta farzand tug'di, bitta tuqqanda. 2 ta qiz, bir o'g'il. Amalli bo'lish kerak o'yinchi aslida. Boshqa. Ko'rasizmi? 3 ta, 2 ta qiz, bir o'g'il. Bitta tuqqanda 3 ta tug'di. Farzand tushib qolaveradigan kelinlar bor. Ugroza deydi, palon deydi, u deydi, bu deydi. Shuni qilsin debdi. Agar shu ayolimning homilasidagi bolani salomat dunyoga keltirib bersang, Muhammad deb do'stingiz ismini qo'ysa, albatta sog'lom tug'iladi debdi. Qiz ketidan qiz tug'adigan kelinlar bor, ayollar. O'g'ilni xohlaydi. Shuni qilsin. Agar keyingi farzandimni o'g'il qilib beradigan bo'lsang, Muhammad deb san do'stingni qo'yamiz, albatta o'g'il bo'ladi degan ekan. Nega? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aralashgan ish chiroyli bitmasdan qolmaydi.